bandaning Allohga ibodat qilish saviyasi 3 xil bo'ladi deydilar. Birinchi saviya, yuqori saviya. Banda o'zini bandaligini chuqur his qilib, suyagigacha singib ketib tan oladi. Men bandalik qilib yashamasam yashashimning keragi yo'q degan tushunchada bo'ladi. Ana ular o'z-o'zidan Allohning ibodatiga o'zini urishadi. Chunki fahmi yetgan, aqli yetgan, his tuyg'usi yetgan, o'zini bandaligini chuqur his qilib, Allohga bandalik qilmasam yashashimning keragi yo'q degan xulosadagi odam bo'ladi. Ana ular juda nodir shaxslar bo'ladi. Payg'ambarlar, ularga yaqin kishilar bo'ladi va zamon o'tishi bilan ozayib boraveradi ular. U darajadagilar. Ikkinchi darajadagilar ibodat, toat, Allohning amri hammasi go'zal narsa ekanligini tushunib yetadi. Namoz o'qish qanday go'zal. Bundan chiroyli narsa dunyoda yo'q. Roza tutish qanday foydali narsa. Bundan foydali narsa dunyoda yo'q. Allohning u farzi qanday yaxshi, bu farzi qanday yaxshi, bu qanday vojib yaxshi. Bundan go'zal narsani topolmayman. Shuni g'animat bo'lay deb o'zini uradiganlar toifasi bular. Bular ham oz bo'ladi. Bular orif bandalar bo'ladi. Allohga yetishgan bandalar bo'ladi. Allohning muhabbati bilan yuraklari, qalblari to'lgan, qalblarida Allohning muhabbatidan boshqa muhabbatga joy qolmagan bandalar bo'ladi. Ammo siz bilan biz ko'pchilik ibodatni nima uchun qilamiz? Savobidan umidvor bo'lib, azobidan qo'rqqanimizdan qilamiz. Ana o'shalarni Alloh vojib, farz ibodatlarni zanjirini bo'yniga solib, nimaga? Jannatga sudraydi. Aytsam ko'nmayapsan, endi o'zim sudrab olib boray deydi. Mana shu haqiqatni biz yaxshi bilishimiz kerak.